Qaynanam meni boyligim. Suyanganim qaynanam, o'zimda ayam saqligimda saqlayman. Doktor, iltimos jonini saqlab qoling. Bo'ldi. Jon doktor. Qolganiga sizlar kirish mumkin emas. Uka, meni yaxshilab eshiting. Soat 11 gacha aytilgan summani olib kelmasangiz, qaynanangiz hayotini saqlab qola olmaysiz. Doktor, 10 dan yog'i kechmi? Juda kech. Baqirmang, men oilani erkakman, o'zim hal qilaman. Iltimos, hayotimni saqlab qoling. Hali nevaralarimni uylab joylaganim yo'q. Onaxon juda ham yashagisi kelyapti. Hamma narsa pul bilan o'lchanmas ekan. Bizdan faqat qilgan yaxshiligimiz qoladi xolos. Operatsiyani boshlaymiz. Qudratam olib kelsa, olib kelavermaydi o'sha pulni vaqtida. 11:30 bo'ldi. 11:30 bo'ldi. 11:30 bo'ldi. Uka, O'ldimi? yo'q. Ayasi, men Go'rkov bilan gaplashaman. Qandashlarga telefon qilib sho'rvani boshlashsin. Go'rkovning nomeri nechi edi? Qaynanangiz hayotini saqlab qoling. Doktor, unaqa yurakka nagurishga qilmang. O'ksib qalbimni yanada o'ksitmang, doktor. Rostdan qaynanangiz hayotini saqlab qoldim. Bu yaxshiligimni unutmasangiz bo'ldi. Ha, sen yaxshilik qildingmi menga? Ko'karim o'lgur. Yomonlik qilganingni bilasanmi? O'ldimi, o'ldi-da. Cho'q soqol deb so'kay desam, soqoling yo'q, taqir bosh. Yana kiyib olganingda qara doktorga o'xshab chiqib. Bitta odamni bilib o'ldira olmasang. Qo'y, mashaloningni og'iz o'rmasa yana mayasi. Bilib qo'y. Ilonbosh egiladi, bukiladi, lekin o'lmas ekan. Qoramini chiqarding ham yo'q, doktor bo'lmaydi. O'tma naqqa.